Abi Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: bir kishi uyiga kirar chog'ida Allahumma inni as'aluka khayral mawlaji va khayral makhraji bismillahi walajna va bismillahi kharajna va ala Allohi rabbina tawakkalna thumma liyusallim ala ahlihi. Ya'ni payg'ambar alayhissalatu vassalam aytdilar: agar bir kishi uyiga kiradigan bo'lsa, ey Allohim, men sendan kirish va chiqishni yaxshiligini so'rayman. Allah nomi ila chiqaman va Alloh nomi ila kiraman. Robbim Allohga tavakkal qildim desin, summa yusallim ala ahlihi, keyin o'zining ahliga salom bersin. Demak, uyiga kirar paytida ekan bu. Demak, uyiga kirar paytida xo'p, mana shu muborak duoni aytsin va keyin uy ahllariga salom bersin. Ulamolar aytadilarki, odatda gohida kishi uyiga kelgan chog'ida bir noxush xabar eshitib qolishi mumkin. Ahli ayolidan yoki bolalaridan uni mahzun qiladigan bir so'z eshitadi yoki ayoli nimadir deb qo'yadi eriga, o'shanda bir kelishmovchilik paydo bo'ladi. Bu kelishmovchiliklar oylab davom etishi mumkin. Ko'pincha mana shunday paytda shayton insonning qalbiga, erkakning ham, ayolning ham qalbiga qandaydir bir vasvasalar bilan yomon so'zlarni ilqo qiladi. Shuning uchun kishi o'zining xonadoniga kirar chog'ida mana shu muborak duoni o'qisin, inshaallohu taolo Allohga tavakkal qilsin va salom berib kirsin. Mana shunga o'xshagan noxushchiliklardan omonda bo'ladi deganlar.